Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Unikus kanalimiz obunachilari, hamkasblar, aka-ukalar. Navbatdagi 25 kilovatli katolimiz tayyor bo'ldi. Klientlarimizdan zakaz tushgan. Bitgan holati bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Yonishlari qanaqa, nimalar qilingan. Katolimizni 250 kvadrat joyga mo'ljallab qilib berdik. Bu joy mana qurumini tozalaydigan joyi. Bu eshiklariga azbin shnur keramikasidan qo'yilgan. Bu joylariga 2 qavat azbis qog'oz qo'yib turib, o'rtaga baza solib turib, zaglushka qilganmiz. Tepla bateriya bo'lib, issiq o'tmasligi uchun. Kraskalarni 1000 gradusga chidaydigan kraskalarda kraskalayapmiz. Eshiklari ham ikki tomondan ligirovka bo'ladi. Bu joy mana topkasini eshigi. Ko'mir shu yerdan zapravka qilinadi. 30 kilodan 40 kiloga dovur ko'mir sig'adi. Yonish prinsipi nijniy garenan singari yonadi. Bir qator o'tin tashaladi boshida. O'tin yonib, cho'g'i tushib olgandan keyin ko'mir zapravka qilasizlar, ventilyatsiya yoqib qo'yasizlar, bo'ldi, yonib ketaveradi. Ustim zapravka qilib yoqaverasizlar. Topkasini eshigiga o't qaytargani 8 mm li adboyni list qo'yilgan. Issiq eshikka o'tib ketmasligi uchun. O'nli 3 oy eshigini ham zaglushka qilib, shuna qilib bazat bilan tepla bateriya bo'lmasligi uchun vakuum bo'lib yopiladi. Yopilganda ham pastki eshigiga ventilyator qo'yganmiz. Ventilyator ключатор qo'yilgan. Shu yerdan o'chirib yoqiladi. Ko'mir zapravka qilayotganda bu joydan obrotini balandlatib pasaytiriladi ventilyatorda. Klapan qilingan bu joyiga ventilyatorga. Bu klapanni qilishimizdan maqsad ventilyator o'chgandan keyin shu havo tortib yuboradi. Katolni bitta gradusga qo'yib qo'ysanglar, shu joydan havo tortib, gradus ko'tarilib, qaynab ketib qolyapti. Shu klapanni qilish shart. Bunaqa katollarga. Nejevekadan qilingan, ancha qurum ushlamasligi uchun ventilyator yonganda to'liq ochiladi, o'chgandan keyin yopilib qoladi. Shunaqa protivavес qilib tosh vazifasini bajaradigan ligirovka bo'ladi. Shu gaykadan klapini pasangi qilingan. Bu joyga ko'mirni ushlab olish uchun qo'shimcha eshik qilib ketilgan. Qalinligi 16 mm li yopiladi. Belolma ko'mir yoqilganda shilaq tushyapti. Shuning uchun bu joyini kattaroq qilib qildik. Shilaqlarni ovorish qulaylik bo'lish uchun, tozalab ishlatishlik uchun. Shuni shu pastdan olinadi. Holatda bu katolimizga ham gorizontal, ham vertikal teplabmenni tushirganmiz. 2 qator vertikal, 4 qator gorizontal teplabmenligi bor. Shu joyiga eshik qilib ketilgan. Tozalash uchun shu eshik qilib qo'yilgan. Shu yerdan tozalanadi. Padacha qo'yilgan 32 lik. Ikkita tent o'rni bor. Shu yerga tent qatiriladi. Klientlar 2 talik qilib bering dedi, zakaz qilishgan, 2 talik qilib berdik. Mo'rlarga ham azbizni shnur qo'yib, zaglushka qilingan. Umuman tutun qo'ymaydi. Kandisa to'lib chirib ketmasligi uchun nejeveka bolgaga qilib qo'yganmiz. Shu bo'shatiladi, qurum tushirib, tozalab ishlatilaveradi. Bu joyiga klapan qilingan. Klapanga azbizni shnur o'rab, tutun chiqmasligi uchun nejeveka zaglushka qilib qo'yganmiz. Boshida yaxayotganda shu klapanni bu yerga yopib qo'yiladi. Mo'riga o'tib ketadi promoy bu yerdan. Mo'riga o'tib, mo'rdan chiqib, mo'ri qiziguncha shu yerdan yoqiladi. Qizib olgandan keyin bir qator mo'ri tortib olgandan keyin klapanni ochib qo'yiladi. O'sha o't pastga yurishni boshlaydi. Past tomoniga shu tozalaganda qurumlarni oborishlik uchun ham eshik qilib qo'yganmiz. Eshiklari ham ikki tomondan hamma eshigini ligirovka qiladigan qilganmiz. Xudo xolasa umuman tutun qo'ymaydi.
Abratga qo'yilgan 32 lik silif 20 lik silif qo'yganmiz. Bu joyiga zirno klapni tushadi 3 barlik. Buni qilishimizdan maqsad rashiretini bak muzlab bo'lsa, avarinniy holatiga shu zirno o'tib boradi. Bu joyiga pogrujnoy termostat qo'yilgan. Gradus shu yerdan boshqariladi. Termometr qo'yilgan, gradus ko'rib turilgani. Indikatorlarimizni ham davom ettiryapmiz. Yig'ilish jarayonida. Bundan tashqari pechka detallarimiz bor. Hammomlarga listlari turli yangi list bo'ladi. Orqada toshxonalari bor. Bu tomoni hammomning ichida turadi. Tashqaridan yaqinlariga qilib qilingan. 1,5 g'ishga mo'ljallab turib. Detallarimiz 325 lik yangi truba Promoshov. Qalinligi 6 mm. Tepa past flanslarni 5 mm listda yopganmiz. Mo'rlari ham 6 mm dimoxod qo'yilgan mo'rlar. Hammom ham suv ham tengisidigan qilib qilingan. Bu joyiga mana azbizni shnur tushadi, tutun chiqmasligi uchun. Azbiz ipni qo'yib turib, titanni o'tkazib qo'yiladi. Hammom ham suv ham tengisib, xudo xolisa chiroyli xizmat qilib beradi. 5 yildan garantiya beramiz pechka titanlarga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Murojaat qila olasizlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.